alaykum. Va alaykum assalom. Sizlarda mana bunaqa rasm bormi? Qanaqa? Mana Qanaqa? bunaqa. Qanaqa? Qanaqa? Ha? Xo'sh? Ha, Misr davridagi rasm bormi? Muzlik davri? Ha? Muzlik davri mana yoz davri bor, bahor davri bor bo'lmaydimi? Yo'q, menga aynan Misr davridagi rasm kerak edi. Juda ham bir ko'rgis kelyaptimi? Ha, juda ham ko'rgim kelyapti-da. Ha, bo'pti. Ketib qolmang, xo'p? Xo'p. Qochib ketib qolmang. Hozir kelaman, xo'p? Tomosha qilib turing. Hozir. Tayyormisiz ko'rishga? Ha? Hey, Ha? ha. Yaxshi, qara qo'l. Ket. Ha? Ketdik. Muzlik davriga. Pardayim, Labestos. men sendan xabar bo'ldim. Oldinlari hamma baholarim 5 edi. Ha? 5-sinfgacha zo'r o'qiding 5 olib. 6-sinfga o'tding, ayniding. Hamma joy 2 bo'lib ketdi. Nima bunaqa bo'ldi? Ha? Shu dadam 5-sinfgacha o'qigan ekanlar-da. Yo'q, sen kitob o'qigan. Tushundingmi? Ilmini, Ha. bilmini. Ha, yaxshi qilgan. Ana Mustafomi? Vatanjonim, vatanim. Ha, Ko'zim Mustafo. ko'rganim. O'shami? Ha, kitob o'qiyapti. Yurchi? Istiqbolda kulganim. O'zbekiston gulshanim. Iya? Mustafo? Ha? Qoyil kitob o'qiyaptimi? Ha? Ha? Kitob Qoyil. o'qiyapti. Men bunga 5 yildan beri kitob o'qitolmay yuruvdim. Mana. Qoyil. Menga qara Mustafo. Ha? Nima sabab? Ha, nima turtki? Nima turtki bo'ldi bu kitob o'qishingga? Qanaqa sababi? Ha. Qanaqa turtki? E. Bolalar bilan Ha. bahs bo'yladim. Xo'sh? O'shanga kitob o'qish vazifasini berishdi. Ha. Yutqizib qo'ydim. Yo'q, Bola bo'ldimi? Ha. Voy, Nima bo'ldi? Men aylantir. Yo'q, men aylantiraman, aka. Quroqmasa o'ynaylik. Mustafa, Tushunmadim. to'g'ri aylantir. Men xursand bo'lib o'tirman. Aylantir, bo'l. Voy, Elyor, ber. Bor, xaridorni jonlab deysan. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ke? Mashta rassomlarni ko'rgazmasi bo'layotgan ekan-ku. Rassomlarni bir ko'rib keting. Ustozim aytadilar. Ha? Ko'rgazma bo'lyapti. Ustozim aytadilar. Rassomlarni bir ko'rib ketmaymiz. Kirmoqchimisan? Ha? Ruxsat bering. Shundoq kirib chiqing. Rasmlarni ko'rish uchun ana kassaga borib pul to'lab keyin kiriladi. Tushundingmi? Ha? Bor. Chiqtogimda? Ha. Keyin menga ko'rsatasan, keyin kirasan. Bor. Ol. Bor. Tekinga kirmaydi bunaqa. Bor. Ol bakalım. Amaki, bu yerda 100 ming ekan-ku. Menda uncha pul chiqmaydi. Yo'q, Ha? ha shu yerga kelibsiz-u, pulsiz keldingizmi? Yo'q, unaqa demang, meni Ha. pulim bor. 50 ming pulim bor-da. 50 ming? 50 mingni bersam-da, Ha. siz meni kirgizib yuboring, iltimos. Bu nima deganing bu? Ha? Nima menga berishing kerak? Ha? Bor, kassaga to'la. Olma. Keyin kirasan. Iltimos. Ha. 50 minglik qo'yib chiqaman. 50 minglik? Ha. Qalaq ko'rib chiqasan. Mana Ha? bitta ko'zim yopaman-da, ikkinchisida qarab tomosha qilib yuraman. Iltimos amaki. Bo'ladimi? Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Men o'qishga ketyapman. Yaxshi o'tiring, xo'p? Hop, to'xtab tur qizim. Yo'q, Ha? plis kerak emas Ha? menga. Siz vaqtimizga doim sog'lom bo'lsangiz bo'ldi. Hop. Mayli, yaxshi borib Hop. kel. Hop. Voy, assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom. Men o'qishga ketyotgandim. Ha? Yaxshi borib kelgan. Rahmat.
Ha, shoshmay tur. Yo, pulingiz kerak emas. Men duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Yaxshi o'qib kelsam bo'ldi. Ha, hop, amin. Eslaman borib kelgan. Allohu akbar. Rahmat. Yaxshi Hop, o'tiring. bo'pti. Nimadir bo'lsa telefon qilarsiz. Aha, hop bo'pti, hop. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Men maktabga ketayotgan edim. Hozir shoshmay tur. Hozir. Yo, kerak emas. O'zingiz gap qiling. Yaxshi borib kel qizim. Xo'p, xayr. Hop. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Ha, o'g'il. Qalaysiz? Yaxshi. Qayoliga? Futbolga. Futbolgami? Ha. Ha, yaxshi. Pul beramiz-mi? Pul? Ha? Ha, voy. Esimdan chiqib qolibdi. Hozir. Mana, o'g'lim, mana. Ha? Bu nima? Ha? Yana qo'shing, dada. Ha, shirin olmoqchimisan? Ha. Mana, ota-o'g'il. Yaxshi borib kel. Ehtiyot bo'ling, Rahmat, hamma. dada. Ha. Balki ketarmiz. Yo'q. Kutish kerak. Hozir chiqadi. Ha, kutish kerak. Pul-ku, ha. Ha, kutamiz. Ha? Pulni ber. Chiqaz pulni. Hozir. Ber. Ma. Ikkinchi dadamdan pul so'ramalaring, tushundingmi? Ha, voy. Bo'pti, ketdik. Eshikni och. Qo'ying. Kechirasiz. Ko'chada turgan qora jentran 087 emasmi? Meniki. Boydan beri signal chalyapti. Eshitmadingizmi? Nega? O'g'irlab ketyapti. Voy, mana bu signalizatsiya bo'laman. Voy, yo'g'ar! Bo'ldi, sotib ketdilar. Mashinalarga chiqib olamiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Ha, hozirgina syomkani tugatdim. Uncha salom beraverasizlar. Ha, syomkani tugat. Endi hamma uyingga bor. Tushundingmi? Ey, parkda yurmalaring. Keyin menga oying telefon qilib, "Voy, hali kelishmadi-ku" deb tushundinglarmi? Ayniqsa sen, Hasan Husayn yo'qolib qolmalaring. Biz qo'lib emasmiz. Bo'ldi, tushundinglar? Bo'pti. Sotma. Qayerga ketasiz? Biz ham. Ha, anaqaga. Mayfayga ishga borishim kerak. Biz ham mayfaga boramiz. Biz ham shu yo'llarmiz. Biz ham mayfaga borishimiz kerak edi. Mayfaga tashlab qo'ysa bo'ladi bizani yo'limizda. Bizam. Uyimizga sal yaqinroq bo'ladi-da. Ha, yo'q. Mayfayga bormayman. Qayerga borasiz? Kechib ketadi. Qayerga borasiz? Bozorga bormoqchiman. Biz ham. Bozorga. Charsi. Elyor adasi Ular adasi ishlaydi. Charsidan. Men 4 tala o'sib o'sha yerda turadi. Yo'q. Charsiga bormaydigan bo'ldim. Qayerga borasiz? Qayerga borasiz? Qayerga ketyapsiz bo'lmasa? Yo'q. Qo'yliqqa boraman, maylimi? Qo'yliqqa borsam? Biz ham boramiz. Nima bor unda? O'sha yerda turamiz-ku. Jam. Hamma qo'yliqqa borasan.
Yo'q, mashinani solib olib ketaman. Hammang mashinani chang qilib tep tashlaysizlar. Yo'q, bo'lmaydi. Chiqadi. Bo'pti. Qoyil. Jam. Faqat eshit, faqat voy gips qilib ketamiz, qilib ketamiz demalaring tushunarmi? Tushunarmi? O'ynanib chiqib tushurmalaring buzilib qoladi. Yangi olganman. Bunaqasi bo'lmaydi. Bo'pti. Shovqin qilmalaring. Chiqotgani? Tushdi artib chiqinglar oyog'ingdan. Bo'pti. Bil. Voy, Assalomu alaykum. nima qilganing bu? Muzeyimizda eng eski eksponatimizdan biri edi. Dabdala qilding. Essiz. Ne vahima qilasiz? Eski narsa ekan-ku. Ha, eski. Yangi deb o'ylanman. Qanaqa marhamat, yuringlar. Oh, voy, ana. Mana san'at, mana go'zallik. Bu go'zallikka erishish uchun qancha mehnat kerak, qancha mashaqqatlar bo'lgan. Bilasizmi? Bu abstrakt deb nomlangan. Abstraktda hamma ham go'zal qilib chiza olmaydi, me'yoriga keltirib chiza olmaydi. To'yib tomosha qilinglar. Ana, keyingisini ko'ramiz. Kelinglar. Mana. Ha. Mana bu bolalar haqiqiy go'zal manzara. Bu manzarani sekinlik bilan, chiroyli bilan tomosha qilishimiz kerak. Unga qattiq gapirish kerak emas. Unga yumshoqqina muomala qilish kerak. Mehr bilan. His qilyapsizmi? Bu tabiat manzarasiga qattiq gapirmasligimiz kerak. Pichirlab, chiroyli, go'zallik bilan, mayinlik bilan gapirishimiz kerak. Ustoz, balandroq gapiring. Eshitolmayapti. Hech qaysi muzey Balandroq gapiring, yoza olmayapmiz. Voy. Oson yo'q bo'lib qoldimi? Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz shu muzeyda ishlaysizmi? Ha, shu yerda ishlayman. Shu o'zira bir aytmasdan, so'ramasdan bir katta ish qilib qo'ydim, kallani qo'yib qo'ydim. Ha, mayli, hop, chiqsin. Hop. Shuning uchun men sotishga keldim. Olmaysizlarmi mabodo? Hop, bu nimani kallasi? Buchi, Nyutonni bilasizmi? Nyutonni kallasi. Nyutonnikimi? Rostdanmi? Aldamayman-ku men, voy. Hop, necha pulga sotasiz? Shu bir arzonroq, bir arzimagan pulga endi kelishamiz. Hop, ayting. 6 millionga mayli ovraysiz. 6 million. Mayli, oldim, mayli. Aniqmi? Ha, oldim. Yana nimalaringiz bor sotishga? Yanachi Nyutonni kallasi bor. Mana Nyutonni kallasi. Voy, bu ham Nyutonni kallasi. Hop, U faqat hozir olib keladiganim kichkinaroq, yoshligidagi kallasi-da. kichkinaroq? Ha. Mayli, olib kela qolay. Mayli.
Rasmdan tomosha qilamiz. Qo'ysang-chi, undan ko'ra borib. San'at asarlari. Voy. Voy. Zo'rligini qara. Qanaqa chiroyli san'at asarlari. Ha, qarang-a. Ketaylik. Bir madaniyatli odamlarga o'xshab rasm tomosha qilaylik, keyin ketamiz. Yur. Voy. Qara. Italiyaning eng noyob asari bu. Italyanikimi? Ha, voy. Yana Italiyaga borib ketdik. Voy, menga qara. Sen Italiyaga borganmisan? Yo'q. Oldindan borgim keluvdi-da. Bore. Umid to'xtab tur. Italiya. Umid dedim. Mana yana biz o'sha dunyo ko'rgan bolalar, biz bilan gavjum ko'cha, biz o'sha sho'x bolalar. Odamlar, eshitmadim demanglar, bizga navbat berildi, bizdan uzoq ketmanglar. O'yin kulgu bo'lsa bas,